Kim Kadirli Devletbek 300 kanal abunachilari hamda Dilli 300 klientlar hammangizga yaxshi kayfiyatlarimiz Xudo xolasa bize de yangilik bize Instagramda Dilli 300 kanalını yürütedik. Endi Xudo xolasa YouTube kanalına abunachilarimizni ko'pchilikni iltimosini bilan YouTube kanalına öz faoliyatimizni başladık. Bize de her tür skitkalar, aksiyalar, bonuslar bulup turadi. Dilli 300 dükkanımızda Instagramda tushunchani oz beradi. Endi YouTube kanalında bemalol tushunib olishlar uchun qo'ldan kelgancha hareket etip tushuntirib qo'yamiz. Xudo xolasa videomuz yaqqan bo'lsa bir like bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r yangiliklarni qo'yishda davom etamiz. Hozirgi kunda qaranglar, bize Instagram YouTube kanalında kanal ochganimiz munosabati bilan Dilli 300'da skitga plus aksiyani yo'lga qo'ydik. Bu nechik bo'ladi? Hem pulundan skitga etamiz, hem mahsulota bonus aksiya qo'yib beramiz. Xudo xolasa bu degani 6 milyon 300 ming so'mdan sotib turgan bu konditsionerni 1 milyon 300 ming so'm skitga etdik. 5 milyon so'mga tushdi. 5 milyon so'mga bir dana konditsioner xarid etib olasiz. Sovg'asini 3 milyon 500 ming so'mlik bir dana gaz plita. PSM yuqoram tokda ishiydi. Ustilari cho'yindan bo'lgan gaz plitani tekinga qo'shib beramiz. Davlatbek 300 kanalidan ko'rib keldim desangiz, kamida million turadigan bir dana misrofkasini ham tekinga qo'shib beramiz. Bu degani 5 milyon so'mga konditsioner xarid etib olsangiz, 3,5 milyon gaz plita, 1 milyonluk elektromisrofka bilan bir dana konditsioner size 500 ming so'mga tushadi endi. 500 ming so'mga konditsioner ko'rganmisizlar? Bu faqat Davlatbek 300 kanalida bo'ladi. Keyin qaranglar. 6,5 milyon so'mlik Zifler konditsionerimizni 5 milyon 200 ming so'mga tushirganmiz. Buni olsangiz bir dana gaz plitasi, bir dana elektromisrofka, xullas 5 milyon so'mdan yuqorida bo'lgan Liboy ko'rib turgan konditsioneringizni xohlagan konditsioner xarid etib olsangiz, bir gaz plita plus misrofka. Undan tashqari bir dana gök kobaltimiz uchun biletlari qo'shib beriladi yurtdoshlar. Bizda hozirgi kunda 27 xil brend mahsuloti bor. Bu degani aynan sizga nechik model ma'qul bo'lsa, qaysi brendga qiziqsangiz, shu brendning mahsulotini Dilli 300 dan topishingiz mumkin. Keyin undan tashqari qaranglar, bizda shu videomiz yaqqan bo'lsa, obuna bo'linglar, bir like bosinglar. Bu mehnatlaringizni qadrlagan holda Dilli 300 sizlar agar shu videomiz 10 ming prosmotrdan o'tadigan bo'lsa, bir dana konditsioner shu ko'rib turgan Rulus 6 milyon 800 ming so'm qiymatda turadigan bir dana konditsionerni tekinga qo'shib beramiz. Bu degani nechik bo'ladi? Dilli 300 shu videomiz teyina kommentariy yozasizlar. Chiroyli kommentariy yozib fikrlaringizni bildirasizlar va shu videomizni do'stlaringizga Telegramdan tashlab qo'yasizlar. Shu videomizni prosmotri 10 ming prosmotra boradigan bo'lsa, bir shu obunachilarimizning orasidan bir dana konditsionerni tekinga sovg'a etib beramiz. Obunachilar orasida aniqlab o'tamiz buni. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lishi kerak. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lishi kerak. Shu obunachilarimizning ichidan Onimizdan bir dana konditsionerni shunday uyini olib borib qurib o'rnatib ishlatib barakatamiz. Eng full markasida. Endi Dilli 300 dan qaranglar, bu dükkanımızda Instagram kanalını yürütedik. Endi YouTube kanalından yürütüp başladık. Bu abone olup ko'proq odamga tashlab qo'yinglar videomizni. Sababi bu video aynan siz uchun manfaatli bo'ladi. Bu degani har kun Dilli 300 da ishini o'xshagan zo'r aksiyalar, skitkalarni qo'yib beramiz. Qaranglar, kommentariy shu mehnatingizni baholagan holda, qadrlagan holda kommentariy yozganingiz uchun bir dana konditsioner sizniki bo'lishi mumkin. Bu konditsioner uchun faqat Dilli 300 obuna bo'lamiz, chiroyli kommentariy yozamiz, bir like bosib qo'yamiz va konditsionerni egasi bo'lamiz, xudo xolasa. Undan tashqari gök kobaltlarimiz uchun bir dana biletlar beriladi. Yine kobaltimiz uchun ham qaranglar, hozirgi kunda bir dana xaridingizda bir dana bilet yozib beriladi. Bu bilet bir dana o'tish imkoniyati degani, 3 dana biletingiz bo'lsa, 3 dana o'tish imkoniyati degani. Bu faqat Dilli 300 do'konida bo'ladi va Davlatbek 300 bu tekinga bo'ladi. Qaranglar, bir dana 5 milyon yuqorida bor Livo konditsioner olasiz, bir dana gaz plita qo'shib beramiz, undan tashqari bir dana elektromisrofkasi, gök kobaltimiz uchun biletlar beriladi yurtdoshlar. Undan tashqari kommentariy yozganingiz uchun bir dana konditsionerni tekinga olishingiz mumkin. Dükkanımız Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Buyum bozorining ichida joylashgan bo'ladi. Dilli 300 Liboy darvozadan kirib, bozorga kirib turib, Dilli 300 ning katta magazini qayerda desangiz ko'rsatib beradilar. Bozorning Cox Center'ida joylashgan bu magazinimiz. Qaranglar, xudo xolasa bizda onlayn savdo xizmatlari, ammo pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga shunday mahsulotimiz ma'qul kelgan bo'lsa, onlayn xarid etish istagi bo'lsa, bemalol telefonlashaverasizlar, onlayn zakazlaringizni qabul etib olamiz.
adresiniz yazıp alıp, öyünüzü aparıp, ornatıp, işlet bərk etəsiniz. Pulunu ondan keyin төлeysiz.